Prava olish uylanishdan qiyin bo'lib ketdi, ishani o'ylagan gapimga. Lekin biz beradigan prava beradigan joyimiz, ko'ryapsiz, bunaqa joyda avtodromlarga umuman ruxsat yo'q, lekin ruxsatlari bor, sertifikatlarga ega bo'lgan avtodrom topib qo'ydim, Vadil yo'lida. 10 kunda xudo xolasa ekzaminni o'talmagan bo'lsangiz, mana shu yerda ko'rib turgan shopirlari eng kami 25 yil staji bor ustozlar. Bo'lmasa 30 yil, 35 yilga staji bor ustozlar ishlaydi. O'na ko'ryapsiz, odamlar 12 ta minib yuribdi, Damas minishyapti, Nexus 3lar, Cobalt'lar bor. Yuk mashinaga ham ona Isuzu'miz turibdi, bemalol kelib minaverasiz. Bundan tashqari narxida 53 ham bor. Любой kategoriyaga agar siz ekzaminni o'talmagan bo'lsangiz, ekzamindan siz o'tkazib yuborishadi tayyorlashib, ham amaliy, ham nazariy ekzaminlarga siz tayyorlashadi. Bundan tashqari, agarda siz pravaga umuman o'qimagan bo'lsangiz, noldan siz o'qitadigan joylari ham bor, bemalol o'qisangiz ham bo'laveradi. Agarda siz ekzaminni o'talmagan bo'lsangiz, ekzaminga tayyorlanayotgan bo'lsangiz ham, o'qiyotgan joyingizda avtodrom bor, shopirlarimiz soatli 2 soat, 3 soatlar polnisi hamma znaklar, svetoforlar, chorrahalar tayyor, hamma yo'q bo'lgan avtodromda sizlarga polni darslar o'tishadi. Aytganimdek, ustozlarimiz eng kami 20 yil staji bor ustozlar. Zo'r o'rgatishadi. Shuncha o'qigan bolalar, meni obunachilarim hammasi pravoga. Mashlarda o'qigan odamlar hammasi pravoga 100%. Ekzaminlarga tayyorlashadi, qiyinchiliksiz bemalol o'tasizlar. Qanaqangi kategoriyaga prava kerak bo'lsa ham, bemalol ma'lum aloqa qilsanglar 10%, 20% chegirma bilan pravaga o'qitishadi, ham nazariy, ham amaliy. 2 oy, 3 oy, 6 oygacha bo'lgan vaqtda Yevropa davlatiga ketadigan pura minadonlarga ham hammasiga darslar o'tadi. Любой kategoriyada prava beramiz. Ekran telefon nomerlari turibdi. Past akkauntlar bu, o'tib obuna bo'lsa, like bosib, video tarqatib, Vadil yo'lda avtodromdan bo'lyapti videomiz.